Assalomu alaykum tildoshlar. Tildoshlar Berlinda Mustafa Chuqay degan bir shaxsiyatimizni mazori bor ekan. Albatta Ulug' Turkiston uchun mujodala qilganlar. Ko'p tildoshlarimiz bilmaydi. Davoda ishlagan aytdi, ucharga borib bir mazoriga bir duo ham qilgining va video ham chekyapti, chunki ko'p tildoshlarimiz bilmaydi, bilgisi yo'qdi. Soat ham 2 bo'lgandi, men 1 soat bo'ladi. Keldim, tren yo'q, otobus yo'q. Shundoq piyoda ketib boraman to nimaga eshitsam. Otobus o'sha terminalga eshitsam. Inshaalloh agar Tengri taolo xohlagan bo'lsa borib bir duo qilamiz mazorlariga, video chekib o'tamiz. Do'stlar, men ham piyoda yurib albatta terminalga yetishib keldim. Tunavni akşam otobusni qochirdim. Bu akşam 1,5 soat oldin yetishib keldim piyoda yurarak. Chunki tren yo'q, bus yo'q, yo'llarga chalishmalar bor. Ana inshaalloh 1,5 soat sonra bus keladi. Nimaga qarab ketaylik? Berlinga qarab harakat qilamiz inshaalloh. Men yo'l bo'yi so'z chekib sizlarga yaxshi joylarni inshaalloh borib o'sha nimani Mustafa Chuqay shaxsiyatlarimizdan Turkiston uchun mujodala qilgan ularni qabrlarini topilsam. Assalomu alaykum tildoshlarim. Men hozir Berlinda shahidlik mazori degan bir mazor bor ekan, o'rgaman hozir. Albatta bergan meni mujodala qadoshlarim, xususan Yomg'ir janoblari bergan ediki, men kelib Mustafa Chuqay bey o'g'lini mazorini ziyorat etishim kerak edi. Bu yerga keldim, ko'p shahidlar bor ekan, albatta Afg'onistondan ham bor ekan. Men ko'rsatib o'taman. Avval qisqacha bir bilgi beray. Mustafa Chuqay kim? Mustafa Chuqay Qozoq. Qozog'istonda Oq masjid va Qizilo'rda bo'lganlarining yaqiniga dunyoga kelgan. Sonra Turkiston uchun mujodala qilgan gazetachi, yozar diyelim. Ko'p katta ishlarni albatta bajargan. Bizdagi unda bir ishlarni bajara olmaymiz albatta. Bularga o'rnak olamiz. O'sha ajdodlarimiz biladi, otamiz biladi, ya'ni chunki turk uchun mujodala qilgan. Men ko'rsatib o'taman avval Mustafa Chuqay bey o'g'li mazorini ko'rsatishim kerak. Albatta ko'p uzoqqa bilmadim qancha ko'riladi, men yaqin qilay. Men yaqiniga ham borishim kerak. Albatta bilmadim endi qancha olaman. Bilmayman, ko'riladimi, ko'rilmaymi. Daha yaqinga borishim kerak. Bu albatta ismlari bilmayman, tam ko'rilmaydi. Ko'riladimi, o'qiy olasizlarmi? Bu Mustafa Chuqay bey o'g'li mazori. Ko'p katta ishlar bajargan albatta. Bir katta bir joy bo'lmasa ham albatta ko'p shahidlar bo'ldi. Berga har yerdan bo'ldi. Shundoq qarab o'tib bersak, Arab ham bor, Afg'onistondan ham bor. Men ko'rsatib o'taman hammasini hozir. Bir soniya. Ammo
ichiga bilmayman kirsam izin bormi yo'qmi. Tuzuyman nima qila olmadim. İsimlarini o'qiy olsaylar yaxshi deb videodan. Har qaysiga ism yoziqsizdi. Men albatta bellaga ham men ko'rsatib o'taman. Mana berga Afg'oniston. Bilmayman qancha o'qiylasizlar. Afg'oniston shahidi. Bu yerga ham Inoyat Siroj. Bilmadim endi ichkariga yavash-yavash ichkariga borsak nima gap bor? Ichkariga ijozat berami bilmadim. Qo'y. Do'st. Neyse. Ichkariga ham kirdi deb so'radim. Ichkariga kirmaymiz, ichkari masjid ekan. Masjid. Men faqat ajdodimiz Mustafa Cho'g'ay bey o'g'lini, Chukoy bey o'g'lini mazorini ziyorat etgani keldim. Beram bilmayman jomining oti nima edi. Ammo mazorlik jomining ichiga shahidlik mazori deya ekan. Mustafa Chukay bey o'g'li kim demak sizlarga qisqacha bir bilgi beray. O'zlari qazdoq biladi. Gazetachi, siyosatchi, yozar, ko'p katta ishlarni bajargan. Bu Qozog'istonga Oq masjid bilan Qizilo'rda bo'lganlarning yaqiniga kelgan. Ko'p mujodalalar qilgan. Shundoq nima qilaylik, ko'p mujodalalar qilgan. Sonra bu o'sha zamoni bilan o'tib Ozarbayjon yoki bu o'sha yerlardan o'tib Fransiyaga kelgan. Fransiyaga sonra do'stlar, bu nima raqam joyda gezma yerlarida nima raqam joylarni chiqaribdi. Tosh katta. Bu ne? Allah Allah. Nima raqam joy ya? Ha. Bu ne? Gittim ki ben nereye girdim ya? Bu ne ya?
Qaraylar. Do'stlar, Berlinda bir gezilayotgan maydoni ekan. Bilmayman. Bir aylanib kiraylik. Yanga kelganimda bir nechta qiz kelibdi. Qo'liga bir qog'oz, bir qalam. Inglizini bilasanmi? Men aytdim, yo'q. Olmonni bilasanmi? Yo'q. Urduni bilasanmi? Yo'q. Nima gaplaysan? Men aytdim, turkiy gaplayman. Qo'l qalamni shu yerga imzo qil deydi. Men aytdim, men nimaga imzo qilay? Qancha inson ko'p berga. Ma'lum tafriga kelibdi. Berlinda gezilayotgan bir yerga kelib beram. Hech bir narsasi yo'q, uni nimaga gezgani keladi? Qancha insonlar bor. Unda bir gezilayotgan yeri yo'q ekan ya. Gezmoq yalg'iz mazza ham bermay ekan. Biran o'zbek bormi deyman, hech o'zbek yo'q. Do'stlar, aynalib gezib qaytdik. Mana bu ham Berlinda terminali. Aynalib to'sdik. Aynalib past qaytib ketyaptim Hamburgga.